Aylantir. Aylantir. Ot endi. Ot. Parasatli yo'q. Ovqat qilishni ham bilmaydi. To'ydan oldin o'rgatmaganmi ovqat qilishni oni? Qo'ydi qo'ltig'i. Mana tuxum sosisga non, shakar, choy. Sen ovqat qilishni o'rganganingda yeysan. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ovqat qilishni bilmasang ham yig'ishtirishni bilasan ekan-a? Nimani tushirdingiz? Yo'q, hech narsani tushirganim yo'q. Alika, sinov o'qishga kiribdi, endi bizani kutib turadi. Assalomu alaykum pochcha. Ko'zingga o'ylayapman-ku, sen o'qishga kira olmading-ku? To'g'ri, 65 ball bilan o'qishga kira olmadim. Lekin Turkiy davlatlar xalqaro universitetiga DTMdan 60 balldan yuqori ball oladigan bo'lsa, imtihonlarsiz talaba bo'lsa bo'lar ekan. O'sha yerga kirdim. Hozirgi yoshlarga sharoit zo'r yaratilganda, biz paytda o'qishga kira olmasak, keyingi yilni kutardik. Ishqilib sen ovqat qila olaysanmi? Voy, ha, bilaman. Vobshe ovqat qilmagansan-ku? Sizga nima? O'chir ovozingni. Pochcha, bugun nima ovqat qiling? Yo qudratingdan biz uyda ham ovqat qilinadigan kunlar bor ekan-a. Nima ovqat yeysan lekin? Bilganingni qil. Unda uxlayman. Yashamaylik ekanda.